Hammaga assalomu alaykum. Aziz do'stlar, bugungi videoda biz qo'rqinchli kinolarda qo'rqinchli joylarini ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa sizlarni ko'p kuttirmayman. Bugungi videoda boshlayman. Yana video boshlashdan oldin bitta narsani eslatib o'taman. Bu videoda yuragi bo'shlar ko'rmasin. Sizlarni ko'p kuttirmayman. Bo'lmasa navbatda videolarga beramiz. Video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni esdan chiqmasin. Do'stlar, bizni mana shuncha foizdagi odam obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Sizlar obuna qo'yinglar, shu foizni obuna bo'lganlar tarafga o'tkazib ko'paytirib qo'yinglar obuna bo'lganlarni. Bo'lmasa navbat birinchi videoga ketdik. Bo'lmasam boshladik. Voy, yonmayapti. Ko'ramiz, xo'p, odam qanaqadir? Hop, kelyapti. Aka ekan, bratan ekan. You in here? Nimadir bo'ldi. Ovoz eshitildi. Sal ovoz pasaytirib olaylik, hozir voy, ketsa cho'chib ketishimiz mumkin. Lekin do'stlar, sizlar like bosib qo'yinglar degan. Sizlar uchun shuncha harakat. Soat nechida hozir video qilayotganimni ham ko'rsataman. Uy. Biroz shu eshikni ochmay keling. Yo, ochmaslik kerak edi, biroz. Ko'ramiz nima bo'lishi. Kirdi ichkari tomoniga. Nima qilyapsiz? Nimanidir qoptaryaptimi bu? Voy bil. Nimadir o'tib ketdi hozir. Nimadir o'tib ketdi aniq. Nimadir yuribdimi? Do'stlar, oldingi video, hozirgi video men uchun qo'rqinchli bo'lmadi. Bo'lsa 1 dan 10 gacha baho qo'yib ketaylik videolarga. Bu videoga men 1 dan 10 gacha 7 ball qo'yaman. Normalni qo'rqinchli joylari bor bu kinoda. Ko'ramiz navbat keyingi qo'rqinchli kinoda keyingi nima desam bo'ladi? Qo'rqinchli joyiga, kesib olingan joyiga. Bo'lmasam boshladik. Hop. Qanaqadir ovoz va bitta opa. Opa. Ha, shkafni jildirib oldi opa. Telefonchalarni oldilar. Sekin. Opa. İpelenmeyin. Nimadir bo'lib toz akalar. Hop. Yo'lab yopaman hozir yig'latib yuborasiz akalar. Hop. Eshik ochildi. Qazdagi eshik ochildi. Nimadir bo'ladi hozir. Nimadir bo'ladi hozir. Skrimer adashmasmi? Skrimer bor. Skrimer bo'ladi hozir. Voy, keyin do'stlar, bu kino boshlashdan oldin, yana bitta narsani aytdim, kino ko'rishimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Sizlar uchun ko'rsataman degandim, nechida video olayotganimizni.
Va bu mana hozir o'chirib yoqib ko'rsataman sizlarga mana. Mana soat. O'chib qoldi telefon. 21:24. Soat 21:24. 9:30 kechqurun qo'rqinchli video qilyapman. Addishi obuna qo'yinglar. Navbat bo'lmasam keyingi kinoga. Boshida aytib o'tganimdek, yuragi bo'shlar turmas. Videoni boshlaymiz. Sud ko'payib ketdi opa. Buni ko'p o'chirib yoqmaydi opa. Nima bo'lyapti? Shunaqa qilishingiz yomon opa. Sud o'chirmangda. Kulchatirga yopishtirib ketyaptilar skoch. Sekin o'qiling endi, o'chiring o'qiling bo'ldi. Nima kelyapti? Adashmasam mana shu yerda screamer bor. Do'stlar. Bu adashmasam 3-yoki 4-horrorimiz bo'lyapti. Adashmasam 3-horror. Do'stlar. Menda hozir bizning YouTube kanalimizda 233 ta obunachi bor. Bizda yangi maqsadimiz va bu 250 ta obunachi. Do'stlar, obunalar bosib tashinglar. Poddesh qilib kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va kommentariyada agar mana shu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, qo'rqinchli videolar ko'rib chiqdi videosining ikkinchi qismi chiqsin deb yozib qoldiring va Xudo xohlasa mana shu videoning ham ikkinchi qismini chiqaraman. Yozib qoldirsangiz bo'ldi va yana bitta sharti, videoga like bosing, kanalga videoga like bosib, mana shu video tagida 15 ta like, 15 dona like yig'ib bersalaring, o'sha uyog'i ikkinchi qismini chiqaraman 15 dona like dan keyin. Xo'p, bo'lmasa sizlarga ko'p kuttirmayman-da. Videochamizni ko'rishdi, horror kinochamizni ko'rishdi, boshlaymiz. Ketdik. Da opa turibdi, xo'p. SMS keldi telefonga. Nima? Uber notification. Your device is running. Sizni mashinangiz 5 minut yetib bor. Odam. Yetib boradi dedi. Ужас. Qanaqadir ужас odam. Manyak. Yitindi qo'llarini. Mana betini ko'rib olay hozir. Vo, ko'zini qaranglar buni onasini yapsa. Ko'zini qaranglar buni onasini emsa. Dishib kelayman deb. Yo'q qoldi. Pa uzoqlashyaptilar. Sekin qochmang, opa, qochmang, to'g'rimi do'stlar? Voy, opa, buna qochmang. Men yuz ko'rdim. Bunga 1-10gacha 3 qo'yaman. Bunga 1-10gacha bir mayli, oxiriga qo'rqinchli joylar bor buni. Shuning uchun 1-10gacha хотя бы 5 qo'yib beraman bunga. Keyingi kinoga o'tamiz. Ayo do'stlar, o'sha bizda tugabdi. Hamma videolarni ko'rib chiqdik. Xudo xohlasa keyingi videoga do'stlar bundan ham qo'rqinchlilarni tayyorlab qo'yaman va Xudo xohlasa keyingi videoda bitta men bo'lmayman. O'zim bilan bitta odam olib chiqaman. Ana shu odamda reaksiyasini ko'ramiz qo'rqinchli kinolarga ikkinchi qismida. Sizlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling do'stlar. Ciao.